Guvalık Barıcı Tursun Hüseyin. Ben Kaşgar şehir Ziraat Yolu Yuruk Bazar Komiteti 4-306 üyede oturman. Men chet elga bola o'qish sababidan chiqqandan keyin ruh tuqqanlarim bilan hech qanday aloqa bo'lmadi. Dadam Hüseyin Abdulla 2017 yıl 1 ayda Xitoy hukumati dadamni lagerga solgan. Shundan keyin dadamning tergayatligini bilmayman. Anam zo'r bilmayman. 54 yaşta Kizelcan ayal. Anamdan hech qanday xabari yo'q. Bular Qashqar shahar Konşer Naya Zamin İza 9-kat 4-mälde oturuşluq ailede oturdu. Tuqqanlarımdan Acam Aynur Hüseyin, inim Abdışıl Hüseyin, Abdikerim Hüseyin, singlim To'qqiz Hüseyin. Şu qarindoshlarımdan hech qanday aloqasini bilmayman. Xabarini olamadim. Bular qarindoshlarımdan hammasının 3 balası var. Bu nevarlarning qarindoshlarımdan balalarının näde ekanligini bilmayman. Shu sababdan men xalqaro Qizil Kurs jamiyatiga, xalqaro kishilik huquq tashkilotiga va kechirim tashkilotiga tuqqanlarimning adresini va rasmini yo'lladim. Bundan keyin tuqqanlarimning davosini qiygacha taki bu ayatmaya o'lib ketdimi. Shunun terk ayatligim bilganga qadar men davoimni to'xtatmayman.